Yaqında yana shu Xi Jinping huquqdan qilib qapti, huquqdan ilib etilibdi. Hattoki mashinrini almashtirib, Chinxiaojiang degan Xitoyning avtonom rayonga sekretar qilishi Xi Jinping aslida Sharq Turkiston orqali chet elga qochmoqchi bo'libdi-ki, u bu degan gap yana qaytadan to'rbatlarda boshlandi. Hattoki ba'zi Amerikaning, masalan, Trump prezidentninki oldin ketimki prezident bo'lgan vaqtida eng dastlabki davlat bexatarlik yordamchisi bo'lgan general Folin efendimmi Xitoy hokimiyati ulashga oz qoldi, Xi Jinping huquqidan qoldi degan bu gap qaytadan yana ko'tarildi. Ba'zi Uyg'ur qarindoshlarmi yana mendan so'rashga boshladi, bu qanday bo'lib ketdi deb. Endi mening javobim yanala Xi Jinpingning hokimiyati nihoyatda mukammal. Xi Jinpingga hozir uni ag'dirib etadigan bir kuch yo'q Xitoy hokimiyatida. Uning o'rniga dastaydiganmi bir kuch yo'q. Shaxsimi yo'q, kuchmi yo'q. Shuning uchun bu yerda Xi Jinping hokimiyat ustida, huquq changilida gumon qilgan odamlarning hammasini yo'qitib etalaydi, ujuqtirib etalaydi. Mashinrini nima uchun evatdi degan vaqtida men oldingi qitimki so'zimda mazroq dedim. Xi Jinpingdek bir diktator, unda ustiga chiqqan odam, to'xtamay tozalab mangan odam, hokimiyat tutgan bir podshodek bu gumonxo'r keldi. Hech kimga ishonmaydi. Ma'lum bir sorunda bir og'iz gapni xato qilgan odam gumonliq ko'rindi. Ma'lum bir sorunda hammadan madiya aytgan vaqtida u kechikib qolgan yoki shu zamon inkos qaytarolmagan, madiyani tang etmagan bu odam gumon bilan qaraldi. Ba'zi bir siyosatlarni xato tushunib qilib, o'zining o'yidek ijro qilmaganlarni gumon bilan qaraydi. Yana hozirgi Xitoyninki hokimiyatida bular surishtirishdan qo'rqildi. Bo'libmi Sharq Turkiston deb qolgan Uyg'ur milliy qirg'inchilik tufaylidan har qanday siyosatini qog'ozda emas, ig'zoki yetkazdi. Bo'libmi Xi Jinpingninkini. Ig'zoki yetkazgan buyruq, yo'l yo'riqlar har zaman shu qabul qiluvchininki tushunchasiga, shu vaqtdagi oldi-keyniga qarab tushangini bo'yicha ijro qilindi. U ijro qilish jarayonida qabul qiluvchininki tushunchasi ba'zida kam bo'ladi, ba'zida o'xshamaydi, ma'lum darajada chatnab qoladi. Shuning uchun Xi Jinping balkim mashinrini o'zining diginidek, o'zining kutgan yerdan chiqolmagan bo'lishi mumkin. Shuningga almashtiryapti. Bu yerda yana birisi endi bu yangidan bo'lgan Chinxiaojiang degan Xitoy, shu Uyg'ur milliy qirg'inchilik davri vaqtida, mezgilda boshlangandan tortib ta hozirgacha bu shu Xitoyning davlat diniy ishlar komitetining beshi bo'lgan, birlik safining beshi bo'lgan, hamda davlat milliy ishlar ministerligining boshi bo'lgan komiteti deydi endi uni. Uning beshi bo'lgan. Mana degan vaqtida bu Xitoy Xi Jinpingning yanida turib, Sharq Turkistondagi madaniyat, e'tiqod bularga qanday qilib bo'g'ish, qanday qilib bu e'tiqod madaniyatini ujuqtirish, yo'qotish, shu siyosatlarni konkret tuzib chiqqan Xitoy. Shuning uchun bu Xitoyning Sharq Turkistonga berishi, demak, bundan keyingi bizning Uyg'ur e'tiqodimizdagi kelgusi texmo so'slashib mangdi. Chunki bu Xitoy berib shu so'slashtirishga, yo'qotishga urinadi. Madaniyat jihatda bo'g'ishga urinadi. Balkim shu to'g'riliq jiq siyosatlarni chiqaradi har xil pardozlar bilan. Shuning uchun bu almashdi. Shaxsan mening ko'z qarashimda. Ammo Xi Jinpingninki hokimiyat qo'lida. Hech qanday o'zgarish yo'q. Bu yer ba'zilar deydi burun Mao Zedong o'lgan vaqtida Huagofeng chiqqan, unimi
Moşundaq hech qanday bir o'zgarish ko'rinmay turibla uni keyinda tadrij holda ujuqtirib atgan deydi. Huagofeng bilan Xi Jinping o'xshamaydi. Huagofeng degan Xitoy chiqqan vaqtida hech kim uni uqmadi, tuyuqsiz chiqdi. O bir o'lka boshliqligidan bevosita Mao Zedongning yordamchisi bo'lib chiqdi. Uningdan boshqa Mao Zedong o'lishidan burun Huagofengni chiqarishdagi sabab bevosita xotini Jiang Qingni chiqarsa, bu oila bir sulolaga o'xshab qolmasin degan nimada Huagofengni vaqtincha Huagofengdan tadrij holda Jiang Qingga o'tidi degan maqsadda chiqargan. Shuning uchun Huagofeng degan Xitoy hech qaysi bir guruhlarni shakllantirmagan, harbiy huquqni qo'lga ip bo'lolmagan bir Xitoy. Shuningga u Mao Zedongning xotinini tutganda Ye Jianying degan harbiy shu vaqtdagi harbiy ishlar komitetininki muavini deyman, ham bosh shtab boshlig'i, ya'ni Zhongchanmojang deydi. Bosh shtab boshlig'i bo'lgan Ye Jianying generalning yordami bilan 4 kishilik guruh degan Mao Zedongning xotinini tutdi, bosh xotinini. Uningdan keyin yana boshqalarning majburiy besimida Deng Xiaopingni asliga keltirdi. Deng Xiaoping asliga kelgandan keyin bu Mao Zedong yo'qotgan koni kadr deganlari hammasi tadrij holda chiqdi. Bular Deng Xiaopingning yeniga olishib, uningdan keyin Huagofengni qadam-qadam siqib bularni chiqarib Bu yerda Huagofeng boshqalarning qo'li bilan Mao Zedongning xotinini tutgan bo'lsa, uningdan boshqa hech qanday bu harbiy komiteti boshqa yerlarga qo'l tiqanmagan, tozalashga ulgurmagan. Shuning uchun u uningdan keyin o'zimi markazga nayti yangi Xitoy edi. Xi Jinping hozir bo'lsa 10 necha yil bo'ldi. 2012'de chiqqandan tortib hozirgacha 12 yil bo'lay dedi. Bu jarayonda bu degan tadrij holda o'ziga qarshi chiqib kelishdiki yo'shirin kuchlarni tortib hammasini tozalab bo'ldi. Bunda bir hokimiyatning ustiga chiqib, bunda sistemalik tozalab, tutadiganni tutib, so'laydiganni so'rab, o'ltirdiganni o'lib oldi, binodan sakirdi deb o'ltirib, yurak kesilib qoldi deb o'ltirib, hammani tugitib bo'lgan bu Xitoy undaq osonlikcha majburning ostida huquqni bermaydi. Chunki badi, men burunma dedim, buni darg'asib o'ltirdi. O'zila emas, xotin bolalari, oila tavobatlari hammasi o'ldi. Shuning uchun Xi Jinping o'zining o'limini kutgandan boshqalarni o'ltirdi. Shuningga yig'inchoqlab aytgan vaqtida Xi Jinping yanil hokimiyat ustida bunda gaplarni taqitish ahmoqonalik, xatolik. Xo'sh, rahmat.